Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uchi bolalar. Xullas, Sergeli yangi hayoti 9-hudud 7 qavatli binoyimizni 3-qavatli 2 xona, 2 ga 6 balkon, kuxnya balkonga olib chiqilingan uyimizda mebellari o'zini joyida qoladi. Uyni ko'ramiz. Uyimizning narxi 65 ming dollar. Xo'p, kirgan bu subut koridorimiz bo'lyapti. Razdeniy sanuzel ahamiyat beramiz. Ko'pchilik xohlayotgan holat bo'tmani mehmonxonasi. Tashqarida 2 ga 6 balkon bor, mehmonxonadan ham kirsa bo'ladi. Bo'tmani kuxnya bo'lgan, kuxnya balkonga olib chiqib yuborilgan. 2 ga 6 balkon, oynalar reshetka qilingan. Bu yerda balkonda faqat mana pech, xolodilnik chiqib ketadi. Qolgan narsalar qoladi. Mehmonxonada ham o'zi umuman kvartirani o'zida texnika chiqib ketadi, qolgan mebellari o'zining joyida qolyapti. Razdeniy sanuzel, holati yaxshi. Va kattalar yotoqxonasiga kiramiz. Spalniyda hamma narsa o'zining joyida qolyapti. Mebellari bormi, boshqami? Xo'p, uyimiz duxkontrniy kotyolda, holati yaxshi, remont yaxshi. Okelib bizani kuzatinglar, sizlar bilan uchi bolalar haqiqatan ham yaxshi uylarni qo'yganmiz. Hammaga rahmat.